Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Sizlarga keyingi ishlarimizni o'rnatish jarayonidan qisqacha video xabarlarni ulashib bormoqchi bo'ldik. Xudo xolisa ikkita ish ikki taraf qilganmiz. To'g'ridan-to'g'ri ish jarayonimizdan eshiklarimiz daborli bo'lgan, ko'rib turganinglardek, xudo xolisa juda ham chiroyli, juda ham idealni. Hamma narsalari bekam-ko'z bo'lib, chiqayapti. Mana podokonnliklarigacha bor. Bez montaj shundaylar qo'yapmiz. Hop, zamonlari magnit mexanizm hamma yo'llari bekam-ko'z. Bu xonamiz mana tayyor bo'lish arafasida. Kandizlarni qatirayapmiz endi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qo'yamiz. Endi shu fasondan emas, boshqa fasonlarda ham daborli qilib, xudo xolisa chiroyli qilib ishlarni bitkazamiz. Eshiklarimizni ko'rib o'zingizlar alohida baho berib qo'yasizlar. Romlari hamma yo'q ichida, oynalari osha-osha, zamok, podogonlik, daborlarigacha xudo xolisa chiroyli narxlarda sifatli eshiklarni qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolisa chiroyli eshiklarni hal qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.